Obunachilar mana dehqon akamiz uyda qo'ylar bor ekan, ena bola qo'ylar, 3 dona ena bola, 2 ta qo'chqorlar bor ekan. Mana sotib oldik. Akamiz uyda chiqishni xohlamayaptilar. Aka, qo'ydan barak topaylik, puldan siz barak toping. Yaxshi narxda berdilar, xudo xolasa, foydasini bersin. Foydalaniladi, bor-zo'roq berdi. Bolasini hammasi sog'lig'i. Sog'liq. Yana bo'g'oz deyaptilar, bu oynalari yana ko'raverasizlar kelar. Barakasini bersin ki. Mana obunachilar, qo'ylar mana. Mana shu mana 2 yashar bo'libdi, birinchi bolasi ekan. Mana ham 2 yashar bo'libdi, bu ham birinchi bolasi ekan mana. Sog'liq ekan, hammasini bolasi. Mana shular bu mana shu qo'chqordan qochgan aytdilar, xudo xolasa. Tekshiraverasizlar kelar mana. Mana qo'yim haqiqatan ham bilinib turibdi. Mana shu qo'y qochgan ekan mana. Mana bu bolasi ekan, bu sog'liq ekan kelar mana. Endi bola ko'sa. Mana shu katta qo'chqorlar ham sotiladi kelar mana. Mana shu katta qo'chqorlar ham bular mana qo'z ekan, mana endi tish bizibdi kelar. Mana shu endi bolani mana videoda aytib ko'ramiz, 7 millionga yo'ramiz kelar mana shu. Endi birinchi bolasi ekan 7 millionga yo'ramiz. Qo'ying, telefon qilsang kelar, ustida kelishamiz kelar.